Assalomu alaykum, mani aziz takipchilarim va aziz obunachilarim, xush keldilaring. Yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Karta ko'rishda davom etyapmiz. Endigi hozirgi ko'radigan kartamizni nomi bu inson sizga chin dildan qaytib keladimi yoki aldaydimi sizni? Tushunarli bo'ldimi tema? Tushunmagan bo'lsalaring yana takrorlayman. Bu inson sizga chin dildan qaytib keladimi yoki aldaydimi? Kimga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, o'sha insonning ismini aytsin, xayolan ko'zini oldiga keltirsin. Qani, unda davom etamiz. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 3 4 5 6 7. Qani boshladik unda. U inson sizga chin dildan qaytib keladimi yoki sizni aldaydimi? Boshlanishi yaxshi bilan boshlanyapti. Ketib qolgan sevgililar, ketib qolgan yo ketib qolgan ayol bo'lishi mumkin. Qaytib kelyapti, yaxshi niyatda qaytib kelyapti. Boshlanishi shu. Boshlanishi yaxshi. Mana kelajakda qarang, Fortuna eng zo'r karta bu, Kaliso Fortuna. Misol uchun o'ylagan maqsadlaringiz, nimalarda niyat qilgan bo'lsangiz, xayolan hozir ichingizdan o'tkazib, xayol qilgan narsalaringizni amalga oshishini ko'rsatadigan karta bu. Endi qarang. Endi bo'lishi mumkin boshlanishida zo'r narsa bilan kelyapti. Mana endi kelib sizdan kechirim so'rab, yana boshqatdan yashaylik, yana yarashaylik deydi. Lekin no degan narsani ko'rsatyapti batta. Buni boshqa maqsadi ham bo'lishi mumkin. Qanday maqsad bo'lishi mumkin? Sizdan foydalanish, sizdan bir narsani olish, sizdan yana bir narsani qaytarib olish maqsadi ham bo'lishi mumkin-da. Endi men hozir konkretni to'g'ri o'sha narsani oladi, yo'q o'sha narsa uchun kelyapti deyolmayman. Chunki mana bu yerda ikkita zo'r karta turibdi. Undan keyin mana u o'zini o'ylagan narsasi, mana u endi misol uchun men постоянный korol bo'laman yoki men постоянный Karolina bo'laman degan maqsadlar bilan kelayotgan bo'lishi mumkin. Endi qarang, bu kartalar nihoyatda zo'r. Kimga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, bu karta o'sha insonga bog'liq. Mana 7 ta karta olgan bo'lsam, menda 7 ta karta Bahovuddin deyiladi. Встреча deyiladi 7 ta karta. Неожиданная встреча. Kimdir qachondan beri kutayotgan bo'lsangiz, o'sha kutgan odamingizni sizni oldingizga qaytib kelishi, sizga kelib kechirim so'rashi. Ammo kartalar nihoyatda yaxshi. Bitta men hozir yomon karta ko'rmadim-da. Bitta endi o'zini visokomerniy bo'lib, o'zini katta olishi bor. Chunki go'da endi men hozir yalinib keldim, keyin bir yo'la meni oyoq osti qilmasin deb, sal o'zini ko'rsatishi uchun maqtanib ham qo'yapti, men bundaqaman, anaqaman deb. Lekin aslida qarang kartalarni, Kaliso Fortuna, nikohi buzilgan bo'lsa, nikohini qaytadan tiklashi, keyin Karol yo Karolina, misol uchun bo'lsin erkak, bo'lsin xotin. Uyda Karol bo'laman deb kelyapti. Uyda Karolina bo'laman, shunaqa bo'lib yashayman deb kelyapti. O'ylagan hamma maqsadimga yetaman deyapti. Ammo lekin o'ylagan hamma maqsadiga yetadi. Какой привет, такой ответ deydi-yu. Siz qanaqa salom bersa, unga ko'ra siz ham aliga olasiz. O'shaning uchun o'sha sizga kelayotgan, yana qaytadan kelayotgan insoningiz aldolmaydi sizni. Chunki yaxshi namereniya bilan kelyapti. Maqsadi sizni aldashmas. Siz bilan qaytadan nikoh qilib, eski sevgi, muhabbatlar yana avjiga olib, yana siz bilan qaytadan yarashish maqsadida kelyapti. Mana bitta savollarimiz bor, anchadan beriladigan savollar. Mani erim yana qaytib keladimi? Mani sevgilim yana qaytib keladimi? Men bilan yana qaytib yashaydimi deganlar uchun bu savollariga men shu javobni qaytaryapman. Endi qaranglar.
Endi kelgan odamni hech qachon siz ko'kragidan itarib olmaysiz. Chunki bitta men yomon karta ko'rmadim. Chunki yomon namereniya bilan kelmayapti, yaxshi namereniya bilan kelyapti. Aziz obunachilarim, aziz takipchilarim, agar kimga bu karta to'g'ri kelgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Iloji boricha men sizlarga hammalaringga javob berishga harakat qilaman. Bu mavzumiz anchadan beri so'ralayotgan savol edi. Shukrlar bo'lsin, savolimizni javobi nihoyatda chiroyli bo'lib chiqdi. O'shaning uchun kimga yana qanaqadir savoli bo'lsa yozib qoldiringlar. Kecha yana aytdim, bugun yana takrorlanyapti. Savol javoblar boshlandi. Savollaringni bemalol yozib qo'yinglar. Men albatta javob berishga harakat qilaman. Avvalambor hammalaring xush keldilaring, rahmat, salomat bo'linglar. Sizlardan kommentariyalarni kutib qolaman. Podpiska bo'lmaganlar albatta podpiska bo'linglar. Bundan tashqari har kuni videolar chiqaraman. Har bir mavzuda, har bir savol javoblarga atab video chiqarishga harakat qilaman. Sizlarni hammalaringni yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar. Bitta yurakcha sizlardan.